Alaykum. Bugun biz sizlar bilan Streptococcus pyogenesini sketchisini ko'rib chiqamiz. The Pie Genes Bakery. Bu yerda pie aynan pyogenes ekanligini ifodalab kelyapti. Bu yerda o'sha biz tanishib chiqadigan pyogenesni backgroundi berilgan. Bu yerda hot apple va uni ustida shisha yopilgan turibdi. Bu aynan uni kapsulali ekanligini bildirib kelyapti. Kapsulali bakteriya hisoblanadi. Hot apple esa aynan gialuron kislotadan tashkil topganligini, uni kapsulasi gialuron kislotadan iborat ekanligini bildirib kelyapti. Ichidagi esa pie, ya'ni shirinlik hisoblanadi. Va bizda red bulb bu beta gemolitik bakteriya ekanligini, qonni to'liq gemoliz qilishini ko'rsatib kelyapti, xuddi Staphylococcus aureus kabi. Endi bizda birinchi bakerimiz qo'lda pie, ya'ni shirinlikni ushlab turibdi va uni ustida asal surtilgan. Va bu bizda impetigo'ni anglatib keladi. Impetigo aynan epidermisni ustida honeycrusted lesionlarni hosil qiladi. Honeycrusted lesionlarni hosil qiladi va bo'ynida esa qizil bo'yinbog'. Bu esa faringitni bildirib keladi. Ya'ni tomoq qizarganligi faringitni belgisi hisoblanadi. Aynan mana shu. Hop, endi bizda keyingisi ko'radigan bo'lsak, qo'llariga qizil qo'lqop kiyib olgan. Bu sellulit va erysipelasni bildirib keladi bizda. Keyingi bakerimiz bo'ladigan bo'lsa, bizda bu toksik antigenni bildirib kelyapti va bu scarlet feverga sabab bo'lardi. Shuning uchun bu tilini chiqarib turibdi va strawberry tongue, qulupnaysimon tilga sabab bo'lardi va o'z navbatida faringit bilan birga kelardi. Shuning uchun qizil bo'yinbog' taqilgan va tana bo'ylab tarqalgan qizil toshma bo'lardi. Faqatgina og'iz qismi alohida toshmagan holatda bo'lardi. Bu yerda shu ko'rsatilgan, faqat boshi deb ko'rsatilgan, aslida og'iz qismi. Bu esa super antigenni bildirib keladi va bu shok belgisini bildiradi, Superman belgisi. Bu yerda bunga sabab bo'ladi eritrogenik exotoksin sabab bo'ladi. Aynan biz tanishib chiqqandik A va C turlari shunga sabab bo'lardi. Keyingisi esa necrotizing fasciitisga sabab bo'ladi. Bu aynan B turi sabab bo'lardi. Muskul va paylargacha zararlab, o'sha organni amputatsiyasi, qo'l, oyoq amputatsiyasi bilan tugallanar edi. Juda ham yomon holat hisoblanadi bu. Hop, endi bizda bularning 3 xil toksini bor. A, B, C dedik. A va C esa aynan super antigen bo'lib, scarlet fever va toxic shock-like sindromga sabab bo'ladi. B esa aynan proteaza bo'lib, necrotizing fasciit yoki teridagi sellulit, erysipelaslarga ham aynan shu sabab bo'lardi. Shuning uchun bu yerda B turini ko'rsatib qo'yibdi, necrotizing fasciit bo'lgan shirinlikka. Endi bizda keyingi 3-chi bakerimiz bizda hisoblanadi. Xo'sh. Bu yerda bizda bu master chef hisoblanadi, ya'ni boshliq hisoblanadi. Shuning uchun uni shapkasida M harfi berilgan va bu bizda M proteinini bildiradi. Uni kapsulasining atrofida, qobig'ining atrofida M proteinlari bor edi va u M proteinlar birinchi vazifasi o'sha bakteriyani fagositozdan himoya qilib, antifagositik vazifani bajarib turardi. Bu esa mana bu shirinlikka tegishiga yo'l qo'ymayotganligi orqali ifodalangan bu videoda, rasmda. Va ikkinchi vazifasi esa aynan bu mimikriya, molekulyar mimikriyani amalga oshirib, aynan yurak va bo'g'imlardagi proteinlarga o'xshash bo'lganligi uchun organizmimiz ularni ham zararlab qo'yardi va shuning uchun u mitral klapanga o'xshab turibdi. Shapkasi ko'radigan bo'lsak, mitral klapanni zararlashi yuz berardi. Revmatoidni artritda. Endi bizda revmatoidni artritni katta kriteriyalari bor va bu bizda 5 ta kriteriya hisoblanadi va bularning barchasi o'sha shirinliklar orqali ko'rsatilgan. Va bu revmatoidni artrit bizda faringitdan keyin rivojlanardi. Endi Jones kriteriyasida birinchi bo'lib J harfi bizda anglatadi. Bu aynan bo'g'imlar, joint, poliartritga sabab bo'ladi. Va bu yerda shirinlikdan sachragan suyuqlik birinchi bekerni bo'g'imiga tushganligini va poliartritga sabab bo'layotganligini ko'ramiz.
Ikkinchisi esa yurak belgisi, aynan yurakni zararlashi aynan shu yerda ko'rsatilgan. Uchinchisi esa bizda aynan subcutaneous nodulalarni hosil qilardi va bu esa kichik shirinliklar orqali, teridagi kichik shirinliklar orqali berilgan. Uchinchisi eritema marginatum hisoblanadi va bu ham shirinlikning ustida ko'rsatib qo'yilibdi, ya'ni toshma, qizarish bo'ladi. Uchinchisi Sydenham xoreyasi va bu shirinlikni qimirlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bo'g'imlar noodatiy harakat qilardi, qo'l bo'g'imlari asosan. Endi bizda keyingi Baker hisoblanadi. Xo'sh. Bizda keyingi Bakerimiz telefonda gaplashayotganligini va telefonni kablini glomerulonefritga taqqoslayapti. Ya'ni kapsulaga o'xshash va bu glomerulonefritga sabab bo'ladi va yuzida shishlarni ko'rishimiz mumkin. Va siydikda Coca-Colaga rangiga o'xshash siydik ajraladi. Bu esa gematuriyani sababi. Va bu aynan infeksiyadan keyin 2-3 haftadan keyinligini tepada ko'rsatib qo'ydi. Endi faringit va faringitdan keyin bu aynan ikkalasi revmatoidni artrit va glomerulonefrit ham sabab bo'ladi. Ammo glomerulonefrit impetigodan keyin ham rivojlanishi mumkin ekanligi, ya'ni anaqani Bakerni og'iz atrofiga chizib qo'yildi honeycrusted lesionlar. Va penitsilin bilan, ya'ni qalam, pen bu penitsillinni anglatib keladi va biz davolayotganda aynan penitsillinlardan foydalanar ekanmiz. Xo'sh, edema va qizargan siydikni ifodalab kelyapti bu Coca-Cola, ya'ni Coca-Cola rangida. Bizda keyingi Bakerimiz. Xo'sh, bu yerda virulence faktorlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi esa O shaped, ya'ni dumaloq shakldagi bu streptolizin O'ni bildiradi. Streptolizin bu aynan qonni gemoliz qiladigan va organizmimizda bunga qarshi antibodilar ishlab chiqariladi. Bu antistreptolizin O hisoblanadi. Keyingisi streptokinazalar hisoblanadi. Streptokinazalar plazminogendan plazmin hosil bo'lib qonni ivitadi. Qonni ivishiga to'sqinlik qiladi. Keyingisi denazalar, ya'ni bular DNKni parchalash vazifasini bajaradi. Va bizda organizmimizga Basset-Hound nimasi ko'rsatilgan, itda ko'rsatilgan bu bazitratin sensitivligini, ya'ni pishiriqning yotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu bakteriyalar bazitratinga sensitiv ekanligini bildiradi. Tili tegib turibdi bazitratin sensitivligi uchun. Agar bu tegmayotganda bazitratin rezistent bo'lardi. Hop, bu yerda esa ayolni ko'rishimiz mumkin. Ayol esa o'sha immunoglobulinga o'xshaydi, tayoqchasi va o'sha dumaloq shakldagilarni ko'ryapti. Bu antistreptolizin O, ya'ni bu organizmimizda streptolizin O'larga qarshi ishlab chiqariladigan immunoglobulinlar hisoblanadi va buni biz tekshirishimiz natijasida o'tkazilgan nimani aniqlaymiz. Yaqinda o'tkazilgan Piagenes bilan zararlanishni aniqlaymiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Rahmat.